Kia K5, Hyundai Sonata, Malibu 2, BYD'larning narxiga BMW 4-seriya M paketi bitta mashinalarni ko'rsataman, o'zlaringiz baho beringlar. 500-600 dollarga mana bunaqa BMWlardan haydab yursalaringiz bo'ladi. 1000 dollarga ana bunaqa Corvette haydasalaringiz bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatib o'taman bitta baho. Bunisi elektronli 2025-yil, bunisi 2023-yil. Bu motorlik benzin yeydi. Mashinamizning sostaniyasi juda ham zo'r, sunrufi bor, ichi qizil, pulti mana bunaqa M niki. Balonlari juda ham zo'r sostaniyada. Tormozlari M paketni tormozi, mashina ichini ko'rsatib o'taman. Mashinamizning ichi qizil, obshivkalari takoy, neobechni qilingan. Bu qizil mashina ichida yurgan Porschedek o'zlaringizni his qilsangiz bo'ladi. Rullari M paket, tepalari qora. Mashinamizning orqasidan bitta o'zlaringiz baho beringlar. Mana bu orqa nima deyapti? Mana bu vid nima deyapti? Voy. Bu Corvette'ni qaranglar. Kartsel juda ham kuchayib ketyapti-ku. 3 ta lokatsiya, 400 ga yaqin mashinalar bor. Yashash kerak.